bahor ko'katlaridan tayyorlangan, xuddi chuchvara singari pishiriladigan bechak. Uni qovurib ham, suvda qaynatib ham iste'mol qilsa bo'ladi. Erta bahorda tansiq taom sifatida dasturxonga tortiladi. Vitaminlarga boy, kishiga quvvat bag'ishlaydi. Keyingi taom esa qozon kabob. Bu bizda tayyorlanadigan qozon kabobdan biroz farq qiladi. Ma'lumki, bahor mavsumida qo'ylar qo'zilaydi. 3 kunlik qo'zichoqning terisi sanoatda qayta ishlansa, go'shti qo'zi jirriq deb nomlanib, tansiq taom sifatida dasturxonga tortiladi. Avval qaynatiladi, keyin piyoz va ko'katlar bilan yog'da qovuriladi. Qarabsizki, mayingina barra go'shtidan taom tayyor. Bu esa baliq. Ha, Qorako'l tumanida baliqchilik ham yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Aytishlaricha, bu baliqlarga pishirishdan avval tuz sepish shart emas ekan. Chunki bu yerlarning suvi asli sho'r bo'lib, baliqlar faqatgina unga qorib pishirib olinsa kifoya qilar ekan. Nima ham derdik, buni tatib ko'rganda bilamiz-da. Va nihoyat navbat taomlarni iste'mol qilishga yetib keldi. O'choq atrofida kuzatib turib, rosa ishtahamiz ochilgan ekanmi, dasturxonga birin-ketin tortilgan taomlarning barchasidan tatib ko'rdik. Bir-biridan mazali, bir-biridan shirin. Yegan sari ishtahangiz ochiladi-ya. Ishonmaysizmi? Unda siz ham bu yerlarga bir mehmon bo'lib keling. Bu qishloqning odamlari juda sodda, mehmondo'st, kamtar insonlar ekan. Yana yo'lga ravona bo'ldik. Bahouddin Naqshband yodgorlik ansambli bizning keyingi manzilimiz bo'ldi. Hamma joy tartibli, chiroyli. To'g'ri, bolalar bilan bu manzilda uzoq qola olmadik.
Sababi qosh qoragan mahalda sayohatni davom ettira olmasdik. Shuni aytish kerakki, bu ziyoratgoh doim odamlar bilan gavjum bo'lar ekan. Erta bilan yo'lga otlandik. Ortga, Toshkentga qaytish uchun. Ana Buxoroga qilgan sayohatimiz ham nihoyasiga yetdi. Ha, Buxoro go'zal shahar ekan. Yana kelsak bo'ladi, to'g'rimi bolalar? Ha, albatta kelamiz. Yana o'sha vokzal. Odatdagidek chiptalarni tekshirtirib,